Kechirasiz. Hovlisiz keling, men ushlab turaman narsani. Biz sotsial savol javob o'tkazayotgandik. Mana bitta savol bersam, orzuyingizdagi inson qanaqa bo'lishi kerak? Orzumdagi inson, конечно, в первую очередь o'qimishli bo'lishi kerak. Yana Mehribon. keyingi savolga keladigan bo'lsak, oylik taxminan qancha bo'lsin? Mana uni qizlarga o'xshab 50 million deyman. Ну, agar ko'taradigan bo'lsa-da 10-15 million хотя бы. 15 million so'm. Da. Nahotki shunaqa odam hali ham bor. Keyingi savol keladigan bo'lsak, bo'yi qancha bo'lishi kerak? Men bo'yi baland inson xohlagan bo'lardim. Okey, ну tasavvur qilaylik, bo'yi 187 bo'ladigan bo'lsa. Bo'ladimi? Слишком baland. Agar yosh ko'rpasi bir-birimizni farqi yo'q. Значит, 187 bo'ladigan bo'lsa ham to'g'ri keladi. Okey, keyingi savol. Kiyinish stili, misol uchun klassika bo'lsa-da, qop-qora kiyib olgan bo'lsa, sizga ma'qul bo'larmidi? Конечно. Yaxshimi? Da. Yaxshi. Agar mabodo ochkisi bo'ladigan bo'lsa ko'zida. Yo'q, gap men haqimda emas. Очень norma, chunki men o'zim ochki taqaman. Rostmi? Agar birinchi bo'lib o'zi gapirishga yo'ladigan bo'lsa, siz unga gap otarmidingiz? Конечно же yo'q. Yo'qmi? Bunaqa bo'lmaydi. Ну, mayli, nima deb agar gapiradigan bo'lsa, sizga yoqardi. В моем представлении erkak kishi birinchi bo'lib shak qilish kerak. Tanish bo'lsa, Shahruza, давайте siz bilan там gaplashib olamiz. Kompliment qilsa ham уже norm. Oddiy просто vosh, ulыбкis chiroyli ekan yoki kiyimingiz chiroyli ekan. Обычный комплимент. Уже shoshib turdim-da, sal. Savollaringiz keladi. Qaraysan. Yaxshi. To'g'risini aytaman, sananchidan bir kuzataman va oldinga borib qanaqadir gapirishni yo'lini bilmadim. Va nihoyat bu narsaga men jur'at etdim va bugun tabassuming juda ham chiroyli. Ko'zlaring va menga tikilishing bu alohida bir mo'jiza. Boya adashmasam ismingni bilib oldim, Shohruza. Juda ham chiroyli ism. Menimcha 90% qizlarda uchramaydigan ism. Shuning uchun bitta savol bermoqchiman. Agar yodimiydigan bo'lsang, tanishishga nima deysiz? Mana ism do'stim. Rozimisiz tanishishga yoki yo'qmi? Tanishmayman. Nimaga? Слишком неискренне. Ko'p kompliment. Bo'ldi, tanimasam. Rahmat, yodiganingiz uchun. Rahmat, Zontika. Sog' bo'ling.